Bu odamlar har kuni hayot bilan qumor o'ynashadi. Dunyodagi eng xavfli kasblardan biri. Bu balandlikda ishlovchi elektriklar. Ular har kuni yuzlab metr balandlikda pastga qarashga ham yurak talab qiladigan joylarda ishlashadi. Tushlik shu yerda. Ular o'z ovqatlarini baland tok simlarda yeb, qisqa dam olish ham shu osmonda, shamol urgan sim ustida topishadi. Bir marta osmonga chiqishning o'zi shunchalik og'irki, ba'zilari butun kunni osmonda o'tkazadi. Faqat favqulodda holatda pastga tushishadi. Ular yozda qovurilayotgan simlarda, qishda muz bilan qoplangan siljib turadigan simlar ustida ham ishlaydilar. Birgina xato o'lim bilan teng. Shunday bo'lsa-da, ular har kuni, har soatda biz uyimizda chiroq yoqishimiz uchun ishlaydilar. Ular haqiqiy qahramonlar, ko'rinmas, lekin hayotimizni yoritib turuvchi odamlar. Endi savol, agar sizdan shunday sim ustida ishlashni so'rashsa, osmon bilan yer orasida yurishga rozi bo'larmidingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.